Assalomu alaykum. Biz Toshkent, Zangetda yoshlarnincha Nazarbaydamiz. Pushkinda, mana Pushkindan kevurish. Toshkent 2 qadam. Mana egalarining raqami 207 sotuv ekan. Egasining raqami o'zi 2,5 yozib qo'yibdilar. To'r xona ekan, egasining raqami mana shu xonadon. To'r xona, yangi qurib qo'ygan ekanlar. 207 sotuv. İşler var. Ozgina kosmetika o't betiga qarab olasiz. 70 ming deyaptilar. Startoviy. Kelishtirib beraman deyaptilar, savdosi bor deyaptilar. Zal, spanli, zal va spanli bor ham. Ochiq ayvon. Ochiq ayvon bu yog'i. Savdingizga baraka bersin. Mana shu toychoq ham sotilar ekan. 5 ta qog'oz ekan, mabodo. Yaxshi inson kelsa bonusiga berib yuboraman deyaptilar. Nomeriga ishqoz bo'ldim. Mana shu xonadon yurtdoshlar yo'l ustida olib mana shu yerdan do'kon ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Nazarbay Pushkinnamiz. Zo'r joy lekin yo'l bo'yida asfaltlar qilingan, mana egalari shu yerdalar. Mana telefon raqamlari qivirasizlar bemalol, kimga shunaqa uy joy kerak, u ham toychoq ham chorvoga kimga kerak aloqaga chiqaveringlar, bexijolat, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yarsizlar vaqtinglar bo'lsa.